travma natijasida chap son suyagini bo'yinchasidan sinishi kuzatilgan. Total endoprotezlash operatsiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Bu operatsiya qaysi kasallarga mo'ljallangan, qanaqa protezlar turi bor, operatsiya jarayoni qanday o'tadi va reabilitatsiya davri qanaqa qilib o'tishi haqida batafsil tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi tog'amiz 85 yoshdalar. Shu travma natijasida chap son suyagini bo'yinchasidan sinishi kuzatilgan. Hozir bu bemorimizda bipolyar endoprotezi bilan endoprotezlash amaliyotini boshlaymiz. Ketdik. Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan dolzarb mavzu chanoq son bo'g'imini total endoprotezlash operatsiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu operatsiya minglab odamlarga harakatlanish qobiliyatini tiklashga va bo'g'im kasalliklari bilan bog'liq og'riqlardan qutulishga yordam beradi. Ushbu videoda biz sizlarga bu operatsiya qaysi kasallarga mo'ljallangan, qanaqa protezlar turi bor, operatsiya jarayoni qanday o'tadi va reabilitatsiya davri qanaqa qilib o'tishi haqida batafsil tushuntirib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, qiziqarli va foydali bo'ladi. Nima uchun umuman olganda chanoq son bo'g'imini almashtirish zarurati tug'iladi? Ko'pincha bunga koksartroz sababi bo'ladi. Koksartroz bu degenerativ kasallik bo'lib, unda bo'g'im tog'ay to'qimalari yemiriladi. Bundan tashqari, aseptik nekroz keksa odamlarda son suyagini bo'yin sohasidan sinishi va posttravmatik asoratlar ham ko'rsatma bo'lishi mumkin. Asosiy mezon og'riq va harakatlanish cheklovlari bo'lib, medikamentoz terapiya ushbu kasallikni davolashda samarasiz bo'ladi. Agarda og'riq sizni bezovta qilsa, kundalik hayotingizda vazifalarni bajarish uchun qiyinchilik tug'dirsa, operatsiya haqida o'ylash vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Umumiy olganda endoprotezni bir nechta turlari bor. Ular almashtirish hajmiga qarab turib total endoprotezlash hisoblanadi. Total endoprotezlash holatida chanoq son bo'g'imi butunlay almashtiriladi va qisman, ya'ni son suyagini boshchasi faqatgina almashish bilan turlanadi. Fiksatsiya usuliga qarab turib sementli, sementsiz va ba'zi birda gibrid holatlari ham turlanadi. Yana materiallariga qarab keramika, polietilen, metall turlari bo'ladi va qaysi bir turini qo'yish bemorni yoshi, bemorni hayotidagi faolligiga qarab turib turlanadi. Endoprotez qaysi mamlakatda kelib chiqqanligi bo'yicha turlanadi. Hozirgi holatda keng qo'llanilayotgan endoprotezlar ko'pincha Angliya, Hindiston, Amerika, Polsha va Italiya implantlari keng foydalaniladi. Operatsiyaga tayyorgarlik haqida gapiradigan bo'lsak, eng avvalo mutaxassislar ko'rigidan o'tishimiz kerak bo'ladi va kerakli analizlarni topshirish kerak bo'ladi. Yana bir holat, o'zimizni salomatligimiz bilan ham shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni operatsiya kuni belgilanishidan oldin operatsiyaga tayyorgarlik, ortiqcha vazndan xalos bo'lish, zararli odatlarni to'xtatish va maxsus mashqlar bilan mushaklarni mustahkamlash. Shuningdek, oldindan uy sharoitlarini tayyorlash kerak bo'ladi. Buning uchun biz qoqinib ketmasligi uchun gilamlarni yig'ishtirishimiz kerak bo'ladi. Qulay tutqichlar o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Umuman olganda, operatsiyadan keyin o'zimizni harakatlanishimiz uchun qulay muhit yaratishimiz kerak bo'ladi. Operatsiyamiz spinal narkoz yoki umumiy
doimiy narkoz ostida bo'ladi. Jarroh kesim qilib, yumshoq to'qimalarni ajratib, suyakkacha borib, suyakni tayyorlaydi. Keyin endoprotezni o'rnatadi. Ushbu jarayon taxminan 1-2 soat davom etadi. Operatsiyadan keyin bemor palataga o'tkaziladi va bir necha soatlardan keyin harakatlanishga ruxsat beriladi. Reabilitatsiyamiz operatsiyadan keyin darhol boshlanadi. Birinchi kunlardanoq bemor qo'llab-quvvatlovchi vositalar yordamida yurishni boshlaydi. Muhim jihatlardan biri mashqlarni bajarish, shifokor tavsiyalariga amal qilish va yuklamalarni berish hisoblanadi. To'liq tiklanish bir necha oy davom etishi mumkin, ammo bemorlarning aksariyati 3-4 haftada tayanchsiz yura olishni boshlashadi. Asosiy qoidalar: keskin harakatlanishdan qochish, dastlabki haftalarda oyoqni kesishmaslik va chanoqson bo'g'imini 90 gradusdan ortiq bukmaslik hisoblanadi. Endoprotez qancha xizmat qiladi? Zamonaviy modellar hozirgi kunda 15-25 yilgacha xizmat qilishi ta'kidlanadi va ba'zi bir modellar bundan-da ham ko'p xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Operatsiyadan keyin qanday cheklovlar bor degan savol. Birinchi oylarda bemor o'zini ehtiyot qilish kerak bo'ladi, lekin keyinchalik bemorlar o'zini odatdagidek hayot tarziga qaytishi mumkin. Sport bilan shug'ullanish mumkinmi? Ha, ammo bu narsa ehtiyotkorlikni talab qiladi. Tavsiya etilgan shug'ullanish uchun sport turlari bu suzish, yurish va velosiped minish. Qachon ishga qaytish mumkin? Bu kasbga bog'liq. Ofis xodimlari taxminan 1 oy ichida ishiga qaytishi mumkin. Jismoniy mehnat talab qilinadigan kasblar esa uzoqroq tiklanishni talab qiladi. Chanoqson bo'g'imini total endoprotezlash bu og'riqdan xalos bo'lish va to'laqonli hayot tarziga qaytish imkoniyati. Muhimi operatsiyaga to'g'ri tayyorgarlik ko'rish va shifokor tavsiyalariga qat'iy amal qilish hisoblanadi.